Hammaga assalomu alaykum. Mana to'ylar boshlandi. Hamma to'yga aytishiga xat yozishni boshlashdi. Men bu videoni qilishdan maqsad eshitganim aytyapman. Mana bu yerda to'yga aytilgan, yozilgan mana xat, iymon, Allohning ismi yozilgan. Misol mashhadni tashlashi mumkin axlatga, yo'q attabatta qolib ketishi mumkin. Bu to'y o'tgandan keyin aniq axlatga tashaladida bu. Men yaqinda shu haqida jumada aytdilar. Bunaqa yozmanglar, bunaqa qilib. Bu yaxshi narsa emas bu dedilar. Iltimos, mana shunga sal ahamiyatli bo'linglar. U yaxshi ish emasda, u Allohning ismi yozilgan bunda. O'shaning uchun bundan o'sha eski aytib berilgan yaxshida bunaqa qilib yozib, bundan nechta, misol 100 ta chiqqan bo'lishi mumkin, 200 ta chiqqan bo'lishi mumkin. Balki 500 ta chiqqan bo'lishi mumkin. Shunga sal ehtiyot bo'laylik. Unchalik taqvodan emas endi bu, qo'pol aytganda.